Bolalik vaqtida e'tibor berilmagan va davolanmagan, erta oldirilgan sut tishlari keyinchalik bir katta baloga aylanishi mumkin. Ya'ni bu videomizda bilib turganingizdek, sut tishlarining ahamiyati ularni noto'g'ri oldirib tashlashlik, ularga qaratmaslik, sut tishida bu ketdi deb faraz qiladigan insonlar uchun keyinchalik qanday ularning oldida balolar kutib turganini ogohlantiramiz. Qani boshladik. Eng avvalambor sut tishlari-ku degan, ya'ni bu doimiy tish emas, bu tushib ketadi degan qarashni noto'g'ri ekanligini aytamiz. Chunki sababidan Alloh taolo chiqazib qo'ygan 20 dona sut tishlari keyingi tishlarning to'g'ri chiqishi uchun asos vazifasini bajarib beradi. Agar biz sut tishlarimizni yo'qotsak, ya'ni erta yo'qotsak, karies bo'lganda davolatmasak, uni natijasida periodontitlar boshlanib, tishlari olinadigan bo'lsa, bunday holatlarda uni tagidan chiqib keladigan tishlar albatta qiyshayib, o'z o'rnidan chiqmay, balki chiqmay qolish ehtimoli ham yuqori bo'ladi. Agar bizning jag' tishlarimiz vaqtidan avval yo'qotiladigan bo'lsa, sut tishlarimizdagi jag' tishlarimiz vaqtidan avval yo'qotiladigan bo'lsa, jag'imiz chaynovda erkin harakat qilmaydi. Ya'niki bu tishlar doimiy jag' suyagiga impuls berib turadi. Ya'ni davay o'samiz degan buyruqni berib turadigan a'zo hisoblanadi sut tishlari. Agar sut tishlarimizda kavaklar bo'ladigan bo'lsa, bola o'sha tishlarini og'rib qolmasligi uchun chap tarafida bo'lsa o'ng tarafiga, o'ng tarafida bo'lsa chap tarafi bilan chaynashga harakat qiladi. Buning natijasida chaynov o'zgaradi va tishlar sekin-astalik bilan yemirilib borishini hisobiga tishlov ham o'zgaradi. Buning natijasida yuqorigi jag'imiz va pastki jag'imiz bir-biriga to'g'ri tishlanmaydi. Doimiy chiqadigan tishlar to'g'ri chiqmaydi. Eng bulardan yana bitta muhim narsasi sut tishlarini erta yo'qotishlik burun yondosh bo'shliqlari anomaliyalariga olib keladi. Bu nima degani desak, nafas olishning buzilishiga, keyinchalik paydo bo'ladigan adenoid kasalliklariga sabab bo'lishligi mumkin. Yuz deformatsiyalariga sabab bo'ladi. Ya'niki sut tishlarini yo'qotish doimiy tishlar chiqayotgan vaqtida bolaning suyagi shakllanishi boshlaydi. Ayni o'sha vaqtida yuzida deformatsiyalar, simmetriyalar buziladi. Buni yaqqol misoli farzandingizni chap tarafi bilan o'ng tarafi bir-biriga mos bo'lmaydi. Ya'ni biroz orqaroqda yoki biri oldinroqda. Biri cho'kinib qolgan, biri bo'lsa bo'rtib qolgan emotsiyani beradi. Ayniqsa rasmlarga tushganda, videolar olganda, oynaga qaraganda bu asimetriya ko'rinishlar, ya'ni noto'g'ri ko'rinishni boshlaydi. Bu sizga berilayotgan ogohlantirishki, qani bu yerda o'zgarish bo'lyapti, mutaxassisga bor degan turtkuni beradi. To'g'ri vaqtda, to'g'ri joyga, to'g'ri mutaxassisga borishlik bu davoning yarmi degani hisoblanadi. Ana endi ko'p holatlarda sut tishlarini davolamay yurgandan keyin bolada 5,5, 6, 7 yoshlarida orqadagi doimiy jag' tishlari chiqadi. Aksar ota-onalar, ya'ni 90% ota-onalar desak bo'ladi, bu tishlarni doimiy tish ekanligini bilmay qolishadi. Buning natijasida yangi chiqqan sog'lom 6-tishlari sut tishlari davolanmaganligini ta'siridan og'iz bo'shliq gigiyenasi buzilib, aynan o'sha tishlar zararlanadi. Va ular sekin-astalik bilan og'riq berishni boshlaydi. Ota-onalar bu sut tishga deb e'tibor bermaydi, dorilar berishadi. Haqiqatan dorilar ozroq og'riqni bosib beradi va bola chidaydi, o'tib ketadi. Qarabsizki, keyingi bosqichda bu tishlarni oldirib tashlashga to'g'ri keladi. Aynan 6-7 yoshda chiqayotgan jag' tishlarimiz keyingi jag'imizni prikusini qolgan tishlarni to'g'ri chiqishiga e'tibor beriladigan, tayanch vazifasini ushlab turadigan tish hisoblanadi. Aynan shu tishlarni sut tishlarini oldirish davomida yo'qotib qo'yiladi. Ya'niki olib tashlashga to'g'ri keladi. Bundan tashqari aynan o'sha kasallangan tishlar yenglashi natijasida ba'zan xirurgik amaliyotlarni og'iz bo'shlig'i ichidan sekin-astalik bilan kesishga to'g'ri keladi. Bu ham chandiq bo'ladi. Chandiq hisobiga jag'imiz o'sishida biroz anomaliyalar kuzatib qolishligi mumkin. Ana endi aynan o'sha chiqayotgan 6-tishlarimizni vaqtida davolamaslik natijasida flegmonalar kelib chiqishligi mumkin. Ya'ni bu flegmonalar natijasida bolaning tashqi tarafdan yuzini, yaqin burchaklaridan qaysi bir qismidan xirurgik amaliyotlar bilan kesish amaliyoti o'tkaziladi va bu bolaning umrining oxirigacha chandiq sifatida o'tadi. Ya'ni
bu chandiqdan qutula olmaydi, ya'ni tashqi kosmetik nuqson bo'lib qoladi. Vaqtida qaratilmagan kasallik keyinchalik yomon qo'pol asoratlarga olib keladi. Ana endi o'z-o'zidan vaqtida qaratilmagan sut tishlari, ya'ni yo'qotildi, shuni hisobiga tishlar chiqmadi, deformatsiyaga jag' uchratdi, breket taqishlarga, har xil apparatlar taqishlarga majbur bo'lib qoldi. Mana men sizga aynan hozirgi kecha kunduzda o'zimizga murojaat qilib kelgan bemorimiz haqida aytib bermoqchimiz. Bemorimiz Qozog'istondan bizga murojaat qilib kelganlar. Vaqtida davolatilmagan, oldirib tashlangan ko'p tishlarning hisobiga ularning yuqoriga jag'ida anomaliyalar, o'sish orqada qolishi boshlangan. Buni natijasida yuqorigacha o'smagan bunday holatlarda biz bolalarga maxsus apparatlar tayyorlab beramiz va jag'ini o'stirish uchun ularga mashqlar yoki mana shunaqa apparatlardan foydalanamiz. Bu ehtimoliy keyingi chiqadigan kasalliklarni oldini olishga qaratilgan choralar hisoblanadi. Lekin bundan avvalgi chora nima ediki, kasallangan sut tishlarini vaqtida davolatish. Yana bir marta qaytarib aytaman. Kasallangan sut tishlarini vaqtida davolatishlik ana undan keyingi chiqib vaqtida davolatmagandan paydo bo'ladigan asoratlarni oldini olishning birinchi qadami hisoblanadi. Bolalar bilmaydi, shifokordan qo'rqadi, ota-onasidan hijolat bo'ladi, qo'rqadi, tishi og'riganini hatto aytisha olmaydi. Va qachonki tishlari olinadigan holatgacha borib qoladi. Hurmatli ota-onalar, farzandingizni og'iz bo'shlig'ini ochib, qani tishlaring bitta ko'rib qo'y deb qarab qo'yish yomon joyi yo'q, albatta qarab qo'ying. Albatta tekshiruvdan o'tkazing. Stomatolog qabulida muntazam har 6 oyda boring. Stomatolog bilan farzandingiz do'st tutsinsin. Farzandingiz ham xuddi siz kabi bir necha tishlardan ayrilishini xohlamasangiz, vaqtida stomatolog bilan do'stlik rishtasini bog'lab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Chunki ota-onadan keyin insonga eng yaqin do'st bu uning tishlari bo'ladi. Ya'ni tillari yomon so'z aytmaslik uchun tillarini qo'rg'on sifatida ishlab turadigan ham shu tishlari bo'ladi. Ovqatni yaxshi hazmini boshlashga yordam beradigan ham shu tishlari bo'ladi. Va ko'rk bag'ishlaydigan ham tishlari bo'ladi. Shu sababdan hurmatli ota-onalar, farzandingizni stomatolog bilan do'st tutintiring. Ana shunda farzandingizni og'iz bo'shlig'idagi muammolari 5 emas, 5 plus bo'lib qoladi. Berayotgan ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta kanalimizga a'zo bo'ling, do'stona suhbatimizni qadriga yeting, sog' bo'ling, salomat bo'ling.